Jo'rayev. Yaxshi vaziyat bo'lishi mumkin Buxoroda. Aylanib oldi Rodich. Qanday gol uryapti Rodich? Merbek Shaptir Buxoroni muxlislariga bag'ridagi Buxoro muxlislarini beri oling bir şey bir yubordi. Va mana endi bu yog'i yonadi, qadrli do'stlar yonadi. Buxoroda sonli bo'lsa-da muxlislar bor. Merbek kuzat Hamikov. Va albatta ularning hayqirig'ini eshitmoqdamiz. Ajoyib gol. Mavsumning eng zo'r gollaridan birini ko'rdik shubhasiz. Aylanib olyapti. Va mana Trivela. Kadrindan chiqib ketadi. Mana bunday bo'ladi Trivela. Bormi Nuri? Ket. Kirill Tadorov. Ayturing. Ha, bu yerda qadrli do'stlar, Paxtakor vakillari bo'sh qoldirishdi. Birinchidan Tadorovni Sherzod Nasrullayev kechikdi uning oldiga qarshi chiqishga va mayli xotir to'pni Tadorov Rodichga tashlab beryapti va Rodich ham bemalol Ketdi mana bu zamonaviy futbolda mumkin bo'lmagan holat. Bir futbolchi qabul qilib, bemalol aylanib